Yana qancha kutasiz? Balki bugun ham kelmas. Qachon bo'lsa ham shu yo'ldan o'tadi. Ortga quruq qayta olmaymiz-ku. 2 kundan beri shu yerda kutib turibmiz. Necha kunlab kutsak-da kelmasa nima bo'ladi? Qachon bo'lsa ham shu yo'ldan o'tadi albatta. Ortga quruq qayta olmaymiz. Kechirasiz. Biz bilan birga kelgan 10 nafar aka-uka shaharga kirib ketgandi. Nima bo'ldi? Ketaylikmi, qolaylikmi bilmay qoldik. Misr hukmdorining mehmoni ekanliklarini bilaman. Qachon qaytishlari haqida hech nima bilmayman. Hech nimani tushunmadim. Uyga qaytavering. Albatta qaytishadi. Bu yerda kutmang. Bani Isroil bug'doy olish uchun emas, mehmon bo'lish uchun kelishgan ekan. Kutganimizdan foyda yo'q. Qani ketdik. Qabilamiz va oilamiz och. Ko'zi to'rt bo'lib qaytishimizni kutishyapti bizni. Misr hukmdori bizga ijozat bersalar, g'oyat minnatdor bo'lardik. 3 kundan buyon bizni mehmon qilyapsiz. Sababini bilishni xohlaymiz. Bu yerga yeb ichishga kelmaganmiz. Biz bilan birga kelgan karvon ham kutib qoldi. Ular hozir shahar darvozasi oldida bizni kutib turishibdi. Ularni nima aybi bor? Shu yerda kuting. Hozir qaytaman. Seningcha meni tanishadimi? Bu ularning zehniga bog'liq. Menimcha taniy olmasalar kerak. Bilamiz. Ular Yuzarsif hazratlarini ko'rib, bu yerda mehmon bo'layotganliklarining sababini bilishmoqchi. Qabulxonani tayyorlang. Taxtimni ham xonaning yuqorisiga qo'ying. Kanonliklar hashamat va obro'ga katta ahamiyat berishadi. Bunday kuch qarshisida tez bo'yin egishadi. Amringiz bosh ustiga. Agar tanib qolsa, g'amma rejalarim chippakka chiqadi. Ular sizni Menese va Ibrohimdek kichik yoshdaligingizda ko'rishgan. Ko'nglingiz to'q bo'lsin, sizni taniy olishmaydi. Bolalarim, kelinglar. Meni tanishmaydi deb umid qilaman. Bu tomonga. Yuzarsif hazratlari kirishlari bilan ta'zim qilishlaringiz darkor. Izn bermagunlaricha boshingizni ko'tarmang. Savol bermasa o'zingizcha gapirmang. Savol berganida ziyrakroq bo'ling. Qisqa javob bering. Ketishga ijozat berganida ta'zim bajo aylab, orqangiz bilan yurib chiqib ketasiz. Misr azizi, Yuzarsif janobi oliylari tashrif buyurdilar.
Boshingizni ko'taring. Ismi sharifingizni ayting. Kimsiz? Biz Yoqub payg'ambarning o'g'illarimiz. Hazrat Ibrohimning naslidan, Hazrat Ishoqning nabiralarimiz. Ismim Lovi. Meni ismim Yahuzo. Meni ismim Yasakar. Meni ismim Asher. Meni ismim Shamun. Ismim Jad. Ismim Rubil. Ismim Naftali hojam. Ismim Bendan. Zabulunman. Nima ish qilasiz? Misrga nega keldingiz? Asosan chorvachilik bilan shug'ullanamiz. Dalamiz ham bor. 2 yildan buyon Kanonda ocharchilik hukm surmoqda. Misrga bug'doy sotib olish uchun kelgandik. Har birimiz bir oila uchun javobgarmiz, hukmdorim. Misr azizi bizdan yordamini ayamaydi deb umid qilamiz. Sizlar necha aka-ukasiz? 11 aka-uka. Kenjamizning ismi Benyamin. Benyaminmi? Nega uni olib kelmadingiz? Ya'ni u va otangizni ham olib kelganingizda ko'proq bug'doy olib ketardingiz demoqchimi? Buni imkoni yo'q edi. Umuman, ikkalasini birga olib kelishimizning iloji yo'q. Otamizni ko'zi ko'rmay qolgan. Uzoq safarga chiqa olmaydi. Ishonsangiz, Benyaminni juda yaxshi ko'radi. Yonidan bir qadam ham jildirmaydi. Otangiz nima uchun Benyaminni bunchalik yaxshi ko'radi? Hammangiz bir otaning farzandlarimisiz? Ha, bir otaning o'g'illarimiz, ammo onamiz boshqa. Benyaminni bir onadan tug'ilgan Yusuf ismli akasi bor edi. Bo'rilar uni yeb qo'ygandi. Shundan keyin otamiz bor mehrini Benyaminga berdi. Tushunishimcha, otangiz Yusufni juda yaxshi ko'rgan ekan. Shu Yusufni deya yig'lay ko'z nuridan ayrildi. Misr azizini g'azablantiradigan gap aytdikmi? Unday emasdir. Salomatligi sal yaxshi emas. Hozir qaytadi. Asillat, otajonim meni deb yig'lay ko'z nuridan ayrilibdi. Bu 30 yil davomida qanchalar azoblanganini yolg'iz egam biladi. Tinchlaning yaratganning payg'ambari. Mehmonlar sizni kutishyapti. Tag'in shubhalanib qolishmasin. Koshki otam shu yerda bo'lganida edi. Ko'zlarini o'par edim. Muborak oyoqlarini ko'z yoshim bilan yuvar edim. Mendan ayrilganda tortgan azoblarni yuva olarmikanman? Yaratganning izni bilan Misrga kelganlarida o'sha azoblarni ko'ngildan chiqarib yuborasiz. Yuragimda bir yara bor. Vaqti bilan bezovta qilib turadi. So'zlarimiz Misr hokimi Yuzarsif hazratlarini xafa qildimi yoki? Yo'q.
Hayolimni bir narsa band qildi. Sizlarga hech ishona olmayapman. Gaplaringiz zamirida biror haqiqatni yashiryapsizmi? Biz janob oliylariga hech qanday yolg'onsiz bor haqiqatni aytdik. Bo'ri yegan o'sha ukangizni yaxshi ko'rarmidingiz? Ha, uni yaxshi ko'rardik, hazratim. U bizni jigarimiz edi. Bo'ri yegan ukangiz haqida gapirganingizda yuzingizda hech qanday qayg'uni ko'rmadim. Ukasini bo'rlar g'ajib ketishi qayg'uli voqea. Shunday emasmi? Haqiqatni yashirayotganingizni sezgan edim. Menimcha, sizlarning boshqa niyatingiz bor. Yo'q, janob oliylari, haqiqatdan boshqasini aytmadik. Nega bizdan shubhalanayotganingizga tushunmadik. Agar bularni barchasini haqiqiy niyatingizni yashirish uchun aytgan bo'lsangizcha, misol uchun sizlar bu yerga Misr tinchligini buzish yoki boshqa niyatda kelgan bo'lsangizcha, agar sizni boshqa podshohlar yollagan bo'lsa-chi, ayg'oqchi emasligingizni qayerdan bilasiz? Hazratim, bu ayblovlar payg'ambarning o'g'illari uchun xos emas. Unday qilmaymiz. Payg'ambarlarning nasli bunday razillikka qo'l urmaydi, janob oliylari. Aftidan siz payg'ambar Odam alayhissalomning o'g'li Qobil va Nuhning o'g'li kabi qilingan xatolardan bexabarsiz. Sizlar haqiqatni aytayotganingizni qanday aniqlashim mumkin? Buni isbotlay olasizmi? Biz haqiqatni aytyapmiz, hukmdorim. Bunga qasam ichamiz. Qasam ichish o'rniga keyingi safar ukangizni olib keling. Uni ko'rganimda haqiqatni gapirayotganingizni bilib olaman. Ko'rib turganingizdek, sizlarni yaxshi kutib oldim va bug'doyni ham mo'lgina beraman. Agar ukangizni olib kelsangiz, u ham o'z ulushini oladi. Ammo bunday qilmasangiz, hech biringiz bug'doy ololmaysiz. Boshqalar kabi bug'doylarni to'liq bering. Pulini ham oling. Keyingi safar kelayotganingizda aytgan shartimni unutmang. Xudo ko'makchingiz bo'lsin. Parvardigor gunohlaringizni kechirsin. Sizlar otangiz va ukangizga zulm qildingiz. Men sizlarni kechirdim. Umid qilamanki, otamiz ham sizlarni kechiradi. Birodarlarim, olgan pulingizni ularga ko'rsatmay yuklariga qaytarib soling. Keyinroq buni o'zim to'layman. Amringiz bosh ustiga, hukmdor. Nega yaratganning payg'ambari o'zini aka-ukalarga tanishtirmaganini so'rasam bo'ladimi? Xudo buyurgan kuni bilib olishadi. Pulini olib yana sezdirmay yuklar orasiga solib qo'yyapsiz. Nega bug'doyni boshidan tekinga bermayapsiz? Tangalarni topgach, sahiylik sababini bilish uchun, yana bepul bug'doy olish uchun ham Misrga qaytib kelishadi. Bilaman, siz otangiz uchun juda xafasiz. Nega ularga Benyamin o'rniga otangizni olib kelishni aytmadingiz? Otam nima? Yo'q, otam meni ko'rishi bilan tanib qoladi. Keyin akalarim nima qilganini tushunib yetishadi. Bu yaxshi-ku. Akalaringizni yolg'oni oshkor bo'lsin. Nega bunga to'sqinlik qilyapsiz? Agar otam bilsa, akalarimni la'natlaydi. Yaratgan payg'ambarning la'nati ularni halok qiladi. Ayniqsa, ular hali ham yolg'on gapirishyapti va tavba qilishmagan. Oxirida nima bo'ladi?
Yoqub payg'ambar sizdan ayro yashashi tufayli azob chekishini xohlaysizmi? Yo'q. Avval birodarlarim tavba qilishlari kerak. Yaratgan ularni kechirganida otamning g'azabi ham kamayadi. Qanday qilib ularni tavba qilishga majburlamoqchisiz? Keyinroq bilib olasan. Shuning uchun Binyaminni Misrga chaqirdim. Umid qilamanki, bu ish beradi. Tushunmadim. Sababini bilmayman-u, ammo Misr azizini qayerdadir ko'rgandayman. U sizlarga ham tanish ko'rinmadimi? Tanishday tuyuldi. U bilan qo'ylarni bir necha marta o'tlatgani birga olib bordik. Shunday emasmi? To'g'ri aytyapsan, Lovi. Menga ham tanishday tuyuldi. Yuringlar, bug'doylaringizni oling. Ketdik. Bu nima ekan, hurmatli Mimisa bu? Bu bizdan sizga hadya. Minnatdormiz, minnatdormiz. Uyga borguncha bu hadyani ocha ko'rmang. Un ham berdik, yo'lda mazza qilib nom pishirib yeysizlar. Bizni mehmon qilganingiz uchun g'oyat minnatdormiz. Sizlarga oq yo'l. Katta rahmat. Otam Binyaminni Misrga olib kelishimizga aslo ruxsat bermaydi. Yusuf haqidagi achchiq xotirasini hisobga olsak, bunga yo'l qo'ymasligi aniq. Otam haq. Axir biz ukamizga zulm qildik-ku. Hanuz tavba ham qilmadik. Tavba qilganimizda balki otam bizga ruxsat bergan bo'larmidi? Boshqa choramiz yo'q. Keyingi safar Binyaminni birga olib kelishimiz shart. Aks holda bug'doy ola olmaymiz. Qanday kulgili. Sen ham xudomisan? Amon va boshqa xudolarni ko'rish uchun, gaplashishim uchun ibodatxonaga kelib, ularni oldida turishim kerak edi. Ammo Yusuf sen bilan o'z xonasida yoki boshqa joyda gaplashardi. Yaqinda qayerda bo'lsam ham doim seni huzuringda bo'lganini his qilaman. Men bir necha kun oldin o'zimni yolg'iz his qilardim, lekin hozir hech kim bo'lmagan joyda ham
Hayotimda kimdir yonimda ekanligini his qilyapman. Siz kim yoki nima ekanligingizni bilmayman. Haliyam sizga ishonaman deb ayta olmayman. Lekin sen yonimda ekanligingni his qilaman. Doim meni kuzatasan. Men yana yolg'iz qolishimdan qo'rqaman. Ey Yusufimni xudosi, meni tark etmasligingni iltimos qilaman. Yolg'izlik va azobdan qo'rqaman. Iltimos meni tark etma. Menimcha, ancha ko'nikib qolganga o'xshaydi. Bilasizmi? O'ylaymanki, hozir siz Yusuf bilan gaplashyapsiz. Yo'q. Yusuf sen bilan gaplashyapti. Sen uni doim himoya qilasan. U hozir sen bilan. Sen yonimda bo'lganingda Yusuf ham yonimda ekanligini his qilaman. Ikkalamiz ham sen bilanmiz. Men senga rahmat aytaman. Menga kelganing va qorong'u tunlarimni yoritganing uchun tashakkur aytaman. Yolg'iz qoldirmading. Bir necha kun qo'rqmasdan uxladim. Sen doimo hushyor ekanligingni his qilyapman. Meni doim qo'riqlayapsan. Meni doim himoya qilyapsan. Yoqubning oilasi ularni kutmoqda. Ular juda hayyallashdi-da. Bugun qaytib kelishlari kerak edi. Agar ularga biror narsa bo'lgan bo'lsa-chi? Umid bilan gapira olmaysizlarmi? Yig'lama o'g'lim. Yaqinda otangiz keladi.
Nega ular kechikishyapti? Kanonliklar kecha qaytib kelishdi. Nega birga qaytishni kutmadingiz? Kutaverib, yana qancha kutishimiz kerakligini bilmadik. Ehtimol biz yana bir necha kun kutganimizda shunda ham qaytishmasdi. Xudoyim, Kanonliklarni xursand qilganing kabi farzandlarimizni qaytarib, bizning qabilamizni ham xursand qil. Boshqa hamrohlarimiz hozir Kanonda. Ular bizdan 3 kun oldin ketishgandi. Ha, nimasini aytasiz? Oilalarimiz ham xavotir olib o'tirishgandir. Ayniqsa Misr azizi zobitlari bilan ketib qaytib kelmaganimiz uchun. Ular Misr azizi bizga nimadir qildi deb o'ylashlari mumkin. Xavotir olmang. Agar biroz shoshilsak, tezroq yetib boramiz. Tezroq bo'ling. Shoshilmasak bo'lmaydi. Nonni hidi juda ham yoqimli-da. Ha, shunday. Yaxshi ham ozgina dam olishga to'xtadik. Qara, endi nonimiz bor. Juda ham xursandman. Ha, shuni ayting. Endi kechasi och uxlamaymiz. Qani ber. Agar bu unni biz uchun tayyorlashmaganida yo'lda ochlikdan nima qilardik? Yonimizda bug'doyni maydalash uchun tegirmon yo'q. Shunday ekan, xom bug'doyni chaynagan bo'lardik-da. Yaratgan ularni asrasin, bizga katta yordam berishdi. Qanaqa yordam? Agar ular bizni 3 kun ushlab turishmaganida hozir uyda bo'lardik. Siz haqiqatdan ham mushuk kabi noshukursiz. Hech qachon boshqalarning mehribonligini qadrlamaysiz. Pishgan nonlarni olib kel. Qolganini ham yaxshilab pishir. Bo'la qol. Qo'mondon Rodamon? Qo'mondon Rodamon. Sizni ko'rganimdan xursandman. Barnavoriya, meni jasur zobitim. Nima yangiliklar? Ko'rib turganingizdek, sizni oldingi vazifangizni bajaryapman. Anchadan buyon shaharda emasdim. Qanday o'zgarishlar bo'ldi? Hamma yangilik birgina kishi atrofida aylanyapti. Yuzarsif. Yuzarsif? Yuzarsif. Uning ismi butun Misrda tilga olinadi. Faqat Fivadagina emas. Siz va men bu ismni Misr xalqidan avvalroq bilardik. Unga jang qilishni o'rgatdim. U esa menga Xudoga qanday sig'inishni o'rgatdi. U hozir qayerda? Bilasizmi, bu u tufayli emasdi. Men Ninifer Keptaq o'rniga qamoqxonaga borardim. U shahar va Amon ibodatxonasidagi ishlarga qaraydi. Zulayxa xonimning ahvoli qalay? Uni anchadan buyon ko'rmadim. Zulayxa xonim qarib, ko'zlari nurdan ayrilgan. Ana u yerda. Doim o'sha yerda o'tiradilar. Bugun negadir kelmabdi. Hoy, menga qara. Labay. Har kuni bu yerda o'tirgan keksa va ko'r ayol qani? Ha, ko'r Zulayxoni aytyapsizmi? Bilmaymiz. Bugun uni ko'rmadik. Mayli. O'zim topaman uni. Sen joyingga qayt, vazifangni bajar.
Sizga nima kerak? Voy. Zulayho xonimni qo'riqchilariga qara. Yana keldingizmi, dangasalar? Bu yerda nima qilyapsiz? Xonimni beradigan hech nimasi qolmagan-ku. Afsus. Zulayho xonimga Yuzarsif hazratlaridan juda muhim xabar olib kelgandik. Ha, juda ham muhim xabar olib keldik. Tamam. Tiamin, nima gap? Bular kim? Har doim keladigan bezorilar yana kelishibdi. Muhim xabarimiz bor, Zulayho. Hoy ahmoq. Zulayho xonim deysan, eshitdingmi? Kechirasiz, Zulayho xonim. Beradigan hech nimam qolmadi. Menga afsus. Chunki Yuzarsif hazratining buyrug'i bilan bittasi sizni izlab yuribdi. Bu yoqqa keling. Huzuringizdamiz, Zulayho xonim. Har doimgidek yolg'on gapiryapsizlar. Meni yana aldamoqchimisizlar? Yo'q, xonim. Biz uni sizga olib kelamiz. Keyin bizni siz mukofotlaysiz. Shunga rozimisiz? Bilasizmi? Sizlarni hatto Yuzarsif haqidagi yolg'on xabarlaringiz uchun mukofotladim. Lekin boshqa hech narsam qolmadi. Hech narsam. Biz ham afsusdamiz. Sizni qidirayotgan kishi Misrni yuqori martabali zobiti edi, shunday emasmi? Ha, shunday. Ha, mayli. Unda biz bora qolaylik. To'xtang. Hozir qaytaman. Xo'sh, meni izlayotgan kishi qayerda? Suyunchini olishimiz bilan uni bu yerga boshlab kelamiz. Xavotirlanmang, xonim. Avval o'sha odamni yonimga boshlab keling. Uni olib kelmasangiz, mendan hech nima ola olmaysiz. Xonim, hadyamizni olmasak, hech kimni bu yerga boshlab kelmaymiz. Mana, qarang. Bu juda qimmat hadya. O'sha odamni olib keling. Keyin mukofotni olasiz. Voy! Tez, yugur! Haykalni o'g'irlashdi. Yugur! To'xta! Bezori! To'xta! O'g'rini ushlang, uni qo'lga oling. To'xta. Qayerga qochayotganding, ha? Qayerga? Qochmayapman, janob oliylari. Hamma joydan sizni izlayotgandim. Gapimga ishoning. Meni izlayotganmiding? Ha, shunday. Meni qayerdan taniysan? Hojam, saroydan kelmadingizmi? Bu yerda savolni men beraman. Xonim afandiga sizni izlab yurganingizni aytgandik, ammo bizga ishonmayapti. Gapimga ishoning. Siz saroydanmisiz? Saroy deganda nimani nazarda tutyapsiz? Meni qidiryapsizmi? Ha, sizni qidirayotgandim.
Yaxshi. Sen ketishing mumkin. Uni qo'yib yuboring. Lekin Amon haykalichi? Hammasi joyida. Unga o'zim berdim. Siz Amonni berdingizmi? Axir Amonga sajda qilmaysizmi? Yo'q. Men Yusufni xudosiga sajda qilaman. Yusuf sizni yonimga yuborganini aytishganda, ularga suyunchisiga shuni berdim. Ularni keyinroq jazolayman. Ular yolg'on gapirishdi. Men sizni ko'rgani keldim. Lekin Yuzarsif yubormadi. Xonimim, Bir oyog'im qaltirab ketdi. nega birdan oqarib ketdingiz, xonimim? Sizlarni hech umidingizni yo'qotgan paytingiz bo'ldimi? Siz juda ko'p yolg'onlarni eshitgansiz, juda ko'p aldangansiz, lekin hali ham bundan saboq olmayapsiz. Yusufni xabarchisi kelgan deb o'ylagandim. Siz bu so'lg'in yuz, so'qir ko'zlar bilan Yuzarsifni ko'rishni nega xohlayapsiz, xonim? Sen kimsan? Nega meni xonim deyapsan? Yoki meni taniysanmi? Yoki menday murda odamni mazax qilyapsanmi? Bu Rodamon-ku. Siz Rodamonmisiz? Birinchi ko'rganimdayoq tanish ko'ringandingiz. Hojam, qayerda eding, Rodamon? Men ombor tomonga ko'p marta bordim. Tosh ko'chadan ko'p marta o'tdim. Do'stlaringdan sen haqingda so'radim, lekin topa olmadim. Salkam 10 yildan buyon boshqa mamlakatlar bilan olib borilayotgan urushlarda qatnashyapman. Bu holga tushib qolishingiz umuman xayolimga ham kelmaganda. Yusufdan ayrilish menga shunday ta'sir qildi. Uni menga ko'rsatasan deb umid qilgandim. Ko'zingiz ko'rmay qolibdi. Bu ahvolda uni qanday ko'rasiz? Yusufni ko'rish aslida ko'zga muhtoj emas. Uni iforini tuyish kifoya. Agar bir kuni uni ko'rsam, meni saroyni burchagida saqlashini so'rayman. Shunda doim uni yonida bo'laman va har kuni uni iforini tuyaman. Ming afsus, bu ushalmas orzu. Nega ushalmas ekan? Men Yuzarsifni topishga harakat qilaman. Undan umidim bor hali. Bu haqida xabar olishim bilan ortimga qaytaman. Oldingiday yana ko'nglimni puch xayollarga to'ldirma. Unday bo'lmaydi. Umid bilan kutaman. Xonimim, yaxshi xabarlar bilan qaytaman, va'da beraman. Yuzarsif qayerdaligini bilasanmi? Yo'q, anchadan buyon shahar tashqarisida, hali qaytmadi. Ketdik.
Iltimos, xonimim, to'xtang. Yana qayerga ketyapsiz? Bu yerda qolishga chidolmayman. Uchrashuvga kech kelganimda esa Yusufimga e'tibor bermaganimni his qilaman. Oshiq sevganini orqasidan borishi kerak. Agar odamon Yuzarsif yangiliklar bilan qaytsa-chi, unda sizni qayerdan topaman? Bilasiz, uni ko'p izladik. Yana qaytib kelishiga negadir ishonmayapman. Yur, ortidan boraylik. Soqchi birodarim, Yuzarsif janoblari qayerdaligini bilasizmi? Ha, qo'mondon. Siz ko'rgan olomon Yuzarsif hazratlarining vazlarini eshitish uchun ibodatxonaga ketyapti. U bugun ibodatxonada odamlar bilan gaplashadi. Butlarga sajda qilish o'rniga birinchi marta Amon ibodatxonasida yagona Xudoga sajda qilishadi. Tezda Putifarni saroyga hayda, bo'l. Tama, Tiamini. Qayerda sizlar? Hech kim yo'qmi? Zulayho xonim. Qayerdasiz? Qani ketdik. Yo'l bering! Yo'l bering! Yuzarsif hazratlari kelmoqdalar. Yuzarsifga salomlar bo'lsin. Yashasın Yuzarsif! Yashasın Yuzarsifga salomlar bo'lsin. Yuzarsifga salomlar bo'lsin. Yuzarsifga salomlar Janobi Yuzarsifga bo'lsin. salomlar bo'lsin. Yashasın Janobi Yuzarsif Yuzarsifga salomlar hazratlari. bo'lsin. Yusufni iforini tuyapman. Yuzarsif saroydan chiqdi, xonimim. Misr aziziga salomlar. Misrning qutqaruvchisi va ta'minotchisiga salomlar. Misr sohibi va rahbariga salomlar. Hukmdorimizning maslahatchisi va donishmand oltin kitob egasi Yuzarsif janobi oliylariga salomlar. Misrning sizday jasur askarlarga Yaratganning salomi bo'lsin. Yusuf. 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 Unga ibodatlaring tufayli qulni Misr xalqining rahbari va aziziga aylantirgan Xudoga hamd va sanolar bo'lsin. Kibrga berilgan kimsalarni xor qilgan, ibodatda bo'lgan kishilarni qadrli qilgan yaratgan hamma narsadan ustun va buyukdir. Yashasın Yuzarsif Yuzarsif! hazratlari. Yuzarsif Azizga salomlar bo'lsin. Yuzarsif Misr hazratlari. aziziga salomlar bo'lsin. Bu keksa ayol juda tanish ko'rinyapti. Siz uni qayerdadir ko'rganmisiz? Uning so'zlaridagi kinoyani payqadingmi? Misr aziziga aylangan qul sizmisiz?
U hozir tanazzulga uchragan zodagon ayol bo'lsa kerak, ammo uning so'zlari iymon keltirganini ko'rsatadi. Molik, yoniga borib so'rab ko'ring, bu ayolga nima kerak ekan? Yuzarsiv janob oliylari sizga kerak bo'lgan hamma narsani taqdim etishimizni aytdi. Undan nima istaysiz? Men faqat Yuzarsif janobi oliylar bilan gaplashmoqchiman. Boshqa iltimosim yo'q. Faqatgina Yuzarsiv hazratlar bilan ko'rishmoqchi ekanlar. Yusufni iforini tuyapman. Yusuf shu yerdami? Yusuf meni yubordi. Sizning xabaringizni unga yetkazaman. Sen Yusufga o'xshab betakror ifor taratyapsan. Kimsan? Unga kim bo'lasan? Men Asenatman, Misr Azizining rafiqasiman. Nima istagingiz borligini ayting. Bu ayol nima dedi? Men uni yaxshi eshitmadim. Men Asenatman, Misr Azizining rafiqasiman. Yuzarsif hazratlarining umr yo'ldoshiman. Xonimim, 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 xonimim. o'zingizga keling. Ko'zingizni oching, xonimim. Sizga nima bo'ldi? Shuncha yildan buyon buni yashirib kelgandik. Lekin Yuzarsif hazratlarining rafiqasi borligini bilib qoldi. Nega unga Zulayho xonim ekanligini aytmadingiz? Yuzarsif hazratlariga oshiq ekanligini aytmadingiz? Asenat xonim oldida Zulayho xonim uning erini sevishini aytish kerakmi? U siz bilan gaplashmoqchi edi. Ammo rafiqangiz ekanligimni eshitishi bilan hushidan ketdi. Xonimim, Xonimim, Zulayho o'zingizga keling. Xonimim, Zulayho xonim. Xonim, ko'zingizni oching. xonim. Uni qayerda ko'rganimni bilmayman. O'ylaymanki, u mening tushimga kirayotgan keksa ayol. Mendan bir necha bor yopiq yuz bilan yordam so'ragan. O'sha siz izlagan ayolmi? Bilmayman. Balki uni saroyga olib boring. Qaytgunimcha unga qarang. Ketdik Molik. Yashasin! Yashasin Yashasin Yuzarsif hazratlari! Yuzarsif! Yashasin Yuzarsif! Yuzarsif! Yashasin Yuzarsif! Yashasin Yuzarsif hazratlari! Umringiz uzoq bo'lsin! Baraka toping Yuzarsif hazratlari! Umringizdan baraka toping!